İnsanların olam boşluğa bo'lgan tushunchasi yer sharidagi dengiz okeanlarga bo'lgan tushunchasidan ko'p. Dengizning cho'nqur qatlamlari har xil sirliq jalliqlar bilan to'lgan. Shunga Sinchaq Salonning bugun muhokama qilgan temasi siz ko'rib boqmagan ammo haqiqiy mavjud bo'lgan 5 xil baliq turi. Birinchi, tepkilik baliq. Ular intayin g'alati baliq bo'lib, insonlarga o'xshash tishi bor. Amaliyotda ular Malayziyada doim uchraydigan tepkilik baliq bo'lib, badani yapaloq. Xuddi dengizda yüzib yurgan nefis tava kaktisi o'xshaydi. Turi 40 xildan oshadi. Ularning tishlash kuchi nihoyat kuchli. Dengiz kirpisining qattiq postini tishlab uzib olishi mumkin. Yana ba'zi rivoyatlarda aytishlar qaraganda ular odam go'shi yeyishni bekrak yaxshi ko'radi ekan. Bo'libmi erlarning ma'lum a'zosini. Amaliyotda bu faqat bir rivoyat xolos. Ikkinchi, dengiz ajdahosi. Nurg'un kishilar saqanqurni biladi, lekin siz dengiz okeanlarida yana bir xil sirliq jalliqning borligini bilamsiz. Uning shakli bizning Jogoning ajdaho rasmiga bekrak o'xshaydi. U dengizda laylab yurgan dengiz cho'piga o'xshaydi. Amaliyotda siz inchiklik bilan ko'zatsangiz, uning hayot dengiz okean jalliqlari ekanligiga ishonmasligingiz mumkin. Uning butun badanida yuparmoqda ko'rak bor. Siz buni faqat uning so'zishiga yordam berish uchun ishlatildi deb qarashingiz mumkin. Ammo ularning ishlatilishi faqat niqoblashla iborat xolos. Uning ko'rish quvvati nihoyat yaxshi. Ushoq rak va dengiz yusullari bilan jon kechiradi. Uning tishi bo'lmag'achqa, shunga u yemeklikni ko'rganda ichiga sumirish orqali qo'rsoq to'yg'izadi. Avstraliya dengiz ajdahosi karadan boshqa yana bir davlat go'hri darajalik hayvon. Avstraliyaning dengiz armiyasi belgisida uning rasmi bor. Chunki ularning terisi qattiq. Chunki Osiyo sito baliqi. G'avaslar Yaponiya dengiz tavasidan tarixdagi eng sit baliqni bayqagan hamda shelak deb atagan. Chunki uning turqiy karton filmlariga danglik cho'lpon shelakka bek o'xshaydi. Chunki uning sirtqi shakli intayin g'alati. G'avaslar tarafidan dunyodagi eng sit baliq deb atalgan. Sito baliqi aslida g'arbiy Tinch okeanda yashaydigan bo'lib, Jungo, Yaponiya, Chavsha yarim orolda ularni uchratgan bo'ladi. Uning uzunligi 1 metrga yetadi. Ilgari kishilar bu xil baliqni tutib kelgan bo'lib, eg'irligi 30 jingga yetadi. Buningda ularning kichik emasligini ko'rib olgan bo'ladi. Diqqat qilishga arziydigan shuki, ular qo'shchinislar. Ular o'zlarining jinsini o'zgartiradi. Ular odatda marjon xattashlari ichida yashaydi hamda marjon xattashlaridan uzoqlik izlaydi. To'rtinchisi uchar baliq. Uchar baliqning turqi g'alati. Uzun ko'krak baliqchisi quyruq qismigacha suzilgan bo'lib, qushlarning qantiga o'xshaydi. Ular suv yuzida necha 10 metr sakraydi. Bo'shliqqa qarab necha sekund tura oladi. Uchish orliqi eng yiroq bo'lganda 400 metrdan oshadi. Ular cho'nqirligi taxminan 200 metr keladigan issiq balvoqqa subtropik balvoq so'royinda yashaydi. Ular qushlarga o'xshash ucha olmaydi, ammo o'zlarini suv yuziga ittirib chiqarib, qanasimon ko'krak baliqchisi bilan suv yuzida sho'ng'iydi. Albatta, ular o'yin o'ynash uchun buni qilmaydi. Olimlar uchar baliq bu xil qo'g'dinish mexanizmidan foydalanib, kuchandilardan o'zini qochiradi deb qaraydi. 5. Tosh baliq. Nurg'un dengiz okeanlaridagi baliqlar nurg'un zehniy kuchini sarf qilib, uzoqlik izlaydi. Lekin bir xil baliq unda qilmaydi. U dal tosh baliq. Tosh baliq sizga ko'tak tubida toshqan kuch degan nima ekanligini tushuntirib beradi. Ular niqoblanish mahiri bo'lib, xuddi toshga o'xshash daryo ostida jimjit yushinib turib, ularning tashabbuskorlik bilan eshik oldiga kelishini kutadi. Tosh baliqning do'mbisiga tikkan akula yoki boshqa ovchilarning hujumiga taqobil tura oladi. Qo'yib beradigan zahar suyuqligi kushandisini vaqtliq falaj qilib qo'ya oladi. Bu son mazmun musharra yaqlashdi. Siz yana qanday ko'p uchramaydigan baliqlarni bilasiz? Mazmun yarg'an bo'lsa, yulduz belgisini besib qo'ying.